Yangi uyingizga yangi model gilam oqtaryapsizmi? Stefano Ricci, Louis Vuitton kabi gilamlar sizga hozir obzorini qilib beraman. 15% chegirmagan tushgandan ko'rsatib o'taman. 100 ming dollarlik remontingizga yarasha Eron gilamlari 540 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha. Yangi modellari, yangi rasvetkalari tushyapti. Ertadan kelsangiz bo'laveradi. Boshda og'ritman. Menga yengilrog'ini ko'rsatasiz, yangi model pul yengillarni ko'rsataman. 26-yil BYD yangi modellari Stefano Ricci, Louis Vuitton kabi. Eng zo'ri mana manosi menga juda ham yoqdi. O'zgacha rasmlari bor ekan. Aynan mana shu burchakdagilar 15% skidkaga tushgan. Mana bular. Juda ham assortiment haqiqatan ham ko'p. Naryoqda sal qoratimlilari. Cho'mdiroq variantlar xohlaydiganlar uchun aka, razmerlari, ranglari juda ham ko'p aka. Mana bu yerda gilamni ko'ring aka. Xohlagan razmerda 50 ga 50 deysizmi, 100 ga 30 deysizmi, ko'ngilingizga yoqqan, uyingizga mos qilib aka modellarda razmerlargacha qilib berishadi. Faqat kattalar emas, xuddi shunaqa daroshkalari va xuddi shunaqa yorqin modellardan ham juda ko'p. Ikki etaj to'la gilam faqat kelib ko'ngilingizga yoqqan tanlab olib kelsangiz bo'ldi. Muddatli to'lov bo'yicha bitta tushuntirish beraman. Lyuks gilam o'z mijozlariga muddatli to'lovdan qilib qo'ygan. 15 oygacha xuddi bir dona oldingiz, mana shu bir donani oshiqcha to'lovsiz o'zini narxini bo'lib to'lab berishga imkoniyatlaringiz bor. Manzilimiz Sharxon Orientir Sherko'pri yonida aka. Bemalol kelib, assortimentlarda ko'ngilingizga yoqqan tanlab kelsangiz bo'laveradi. Yangi uylar muborak bo'lsin. Siz palajenismisiz? Kimsiz? Nima bo'lib o'tirib o'ynayapsiz? Qaramading bunaqa qisilib qopti-yu. Qanday qisildingiz? Mayli, minus bitta. Juvonova manaqa qisilib o'libdi-da mana. Ha, qisilib o'ldingmi, bobo? Hozircha 5 ta papega. Boyaga 4 ta suvda bo'kib o'ldi. Bu qisilib o'ldi. Malades. Bunimiz palajenisda, ko'ryapsizmi? Nima holat bo'lyapti? Bitta ketibdi. Yana kimdir ketmoqchi bo'lyapsa, aytib qo'yinglar. Tomga bir yo'llar qitib qo'yaman, boyagi sheriklaringga qo'shib. Ha? Axir gangir boshlagan bular bor, o'zlarining axlatini yeb ko'rar ekan. Ha? Nima u piska ko'zing bilan qarayapsan menga? Hoy. Senda nima gap? Palajenis emas ekansan, eshak ekansan, qarochi. Mana dumalaq suv ichadigan juda zo'r ekan, menga yoqdi. Kayfiyatlari zo'r, yemlarni yeyishdi, o'rinlarni to'ydirishyapti. Mana shu suv icharga vitamini, qanaqadir antibiotiklarni qo'yib bersa bo'lar ekan. Nariga juda ham uzunligi uchun 40-50 litr suv raso qilib olishar ekan bular. Palajenis davom etyapti, nazoratda. Yotib olib nazorat qiladi, binoklda. Gazzol o'ltiribsani bittasini. Opamlar bilan mejlis saboga gaplashib o'tiribmiz-da. Dezinfeksiyalarni qilib bo'ldik. Juda ko'p ish bo'ldi xudo xolasa. Video ham 2-3 ga bo'linib ketadiganga o'xshayapti. Ha, opam bilan mana mejlis sabo. To'y qachon, to'da suvda shunga o'xshagan gaplarni gaplashib. Mana bu kishi oxirlashib ketdi. Sizlar gaplashib yotibmiz-da. O, baron shepi mana mana. O, naqda. Qora baya. Lazerniki lazda bu. Dezinfeksiyani qildim mana bular. Qo'lni yuvdik. Mikrofonni tutab ketdi. Hamma yoq tutab ketdi. Nasib bo'lsa ertalabga videoni joylaymiz, xudo xolasa. Labni ari chaqdi, bashara ishib ketdi, qiyshayib ketdi. Boshni chaqdi, bosh g'urra bo'lib ketdi. Oyoqni chaqdi, qo'lni chaqdi. Voy, yomon olishdan bu tomonda arilar ko'p edi ekanda. Yana ham qaytib qoldi. Kunduzi video ola olmadim. Shishkamni chiqarib yubordi bu arilar. Ana piska ko'z arilar bor, parazitlar yomon-da u. Hatto endi bir piyola choy ustida gaplashib o'tiribmiz-da. Dam oling. Kechki salqin anaqa o ovoz eshitilyaptimi bilmadim-u. Firillab olib kelib qo'yganman, kamani ulab qo'ysa, suvlarni bir xilda sezib berar ekan. Shunaqa da menga qarang. Xudoga shukr, ancha-muncha ishni yakunlab oldik. Rollerga ham harakatni boshlab oldik.